Sharq Turkiston Cumhuriyet Armiyasi oxiri nim bo'ldi degan savolni bir oxiri aslab olsak yaxshi bo'ladi. Shunchalik bir qahramon armiya oxiri 1949 yilga kelgan chog'da shu vaqtdagi dunyo vaziyati, Xitoyning vaziyati, Sharq Turkistonning vaziyatining o'zgarishi bilan Sovet ittifoqininki bu Sharqiy Turkistonni Xitoyning, kommunist Xitoyning bu joyni ishg'ol qilishiga yo'l ochib berishi bilan 49-6-oyda Liu Shaoqining Moskvaga berib tushgandan keyin Xitoy qo'shinlarini darhol bu joyga kommunist armiyasini kirishni egallashni buyurdi. Sovet ittifoqi o'zining aeroplanlarini chiqarib yordam berdi, o'rinlashdi. Shuning bilan 1912-oyning 10-oyning oxiridan boshlab Xitoy kommunist qo'shinlari shu vaqtda Xinjiang deb atadi ular Sharqiy Turkistonga kirdi, joy-joyi kirdi. Ya'ni 7 viloyatga. Ya'ni Ilich, Tarbag'day emas. Mana shundaq o'zgarishlardan keyin oxiri Sharq Turkiston armiyasimi shu vaqtdagi 3 viloyat armiyasi deb atadi. Keyin Milliy armiya bu Xitoy xalq ozodlik armiyasininki bir qismi 5-korpusi deb atalib 49-yil 12-oyning 20-sida. Oxiri 50-yil 1-oyning 10-kunida rasmiy ularga bayroq topshirdi. Shuning bilan Sharq Turkiston shu vaqtdagi Milliy armiyaning butun qo'mondonlik sistemasi hammasi o'zgartirilib, bir Xitoy komandirini siyosiy komissar qildi. Leskin Rusni uning 5-korpusining komandiri, Marg'ub Saqovni Mavun komandiri ham shtab boshliq qilib belgilab, bu armiya mana shundan keyin butunlay o'zgardi. Ilqi 5ga 5 yulduz qo'ydi, ammo harbiy formalar shu petim. Ammo 51-yilga kelganda bu harbiy formalar butunlay o'zgartirilib, Xitoy armiyasiga o'xshash shakldagi kiyimga o'zgartirildi. Ondan keyin armiya o 2 diviziyaga, 13-diviziya, 14-diviziya deb 2 diviziyaga ayrılib, 13-diviziya Qashqarda turdi. Muhammad Iminov uning komandiri bo'lib 3 polk bilan. 14-diviziya Shimolda turdi. Uning ayrim 2 polk turdi. Atliq polki ular birisi Altayda, birisi Urumchida. Oxiri 54-yilga kelgan chog'da bu armiya butunlay amaldan qoldirildi. 5-korpusim amaldan qoldirilib, eng oxirida 2 polki saqlab qilinib, u 38-polkmi, 30-polk nomida aniq vaqtini, aniq nomini xotirlayolmadim, qarasam bo'ladi. Bu Qashqarda turib, oxir 62-yildagi Xitoy Hindiston urushiga selindi shu bu polk, Uyg'ur polki. Atliq polk. Shuningdan keyin bu polkni tugidi. Oxirgi hisobda umuman 54-yilga kelgan chog'da shu 45-yil 4-oyning 8-kuni qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyet Armiyasi eng oxirida mana shu musofani besib, o'zgarib butunlay o'chib tugidi. Uning nurg'un komandir, ofitser askarlari ko'pi 55-yildan 62-yilgacha Sovet ittifoqiga ko'chib ketdi. Undala Olmuta, Toshkent, Bishkek va boshqalarga yerlashdi. Bir qismlari vatanda qoldi. Mana shuning bilan bu 10 yil taxminan so'zilgan armiya oxiri shu tugidi. Bu musof shu. Bu ko'rinish Urumchi kirgan vaqt 45-yil 12-oyninki o'ttirlari. Bularning harbiy kiyimlari shu betim, lekin bayrog'i Xitoy armiyasining bayrog'iga o'zgartirilgan. Andan shapkasiga hammasi yulduzni bekitgan. Amaliyot uning oldida oy yulduzlik kakar. Qog'ozlar hammasi o'xshash. Bular 51dan keyin bu kiyimlarni butunlay o'zgartirildi. Lekin harbiy qurumi, forma mush ekranda ko'rinayotgan bilan o'xshash. Mana shundaq bir jarayon oxirgi. Ko'p rahmat doktor. Hakikaten ichinishliq minutlar hakikaten bu oxirgi so'zlaganlarimiz. İnşallah bu qaytadan inşallah ishonchimiz Rabbim bu millatni herkesin bu şekilde tashlanib qolmaymiz. Bunda bir tarixni yaratgan millat cho'qim yana qaytadan bu tajovuzchilarga qarshi birlashib vatanimizda mustaqilligimizni oldiganligimiz aniq va shuning uchun harakat qilyapmiz butun dunyodagi xalqimiz.